Hammaga assalomu alaykum. Sergelidan ozgina o'tganda Jdanov Layla mahallada sotiladigan uy chiqdi. Tayyorgina yangi qurilgan novostroyka. 1.7 sotuvga joylashgan, 5 ta xonasi bor, alohida kuxnya, sanuzellari bor, tepada pastda ham bor. Hovlisini ko'rsangiz tapchan joylashgan, naveslarigacha ham qilib qo'yilgan ekan. Uyga kirganimizda o'ng qo'lda mehmonxona bo'pti. Mehmonxonaning lyustralari polni chiroyli qilib remontli qilib qo'yilgan. Endi bu yevropeyskiy yangicha kuxnya o'rtada qo'yilgan. Xo'p, bu xona keyingisi detskiy bo'pti. Havo aylanishiga deraza qilingan alohida. Keyingisi sanuzel bo'pti. Bu yerda havo aylanadigan joylari bor. Tepada havo tepasi ochuv, sanuzel ichkarida. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga chiqib, o'ng tomonga qayrilganingizda detskiy bo'pti, bolalar xonasi. Derazasi bor havo aylanishiga. Keyingisi spalni bo'pti, ota-onalar yotoqxonasi va sanuzeli bor burchakda. Oxirgi xonasi mehmonxona bo'pti. Mehmonxona ham kattagina qilib ishlangan, high-tech usulli derazalar ko'rasizlar. Uyimizning narxi srochniy bo'lgani uchun $85,000 ga qo'yishyapti. Aloqaga chiqsanglar ko'rsatamiz, sodasini qilib olaverasizlar. Salomat bo'linglar, uy-chi bolalar, sizlar bilan.